Abduqodir Husanov 1,5 milliard so'mdan qimmat avtomobilda mashg'ulotlarga kelmoqda. Uning oxirgi o'yindagi xatti-harakatlari Gvardiolaga shu darajada ma'qul bo'ldiki, ispaniyalik mutaxassis futbolchimizni tinimsiz maqtamoqda. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Husanovning qimmatbaho avtomobili, Man City muxlislar va Pep Gvardiolaning futbolchimiz haqida bildirgan fikrlari haqida bo'ladi. Manchester Cityning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanov shahar ko'chalarida Mercedes-Benz C-Class avtomobilida harakatlangani aks etgan videolar tarqaldi. Husanov narxi taxminan 1,5 milliard so'mdan qimmat bo'lgan avtomobilda City mashg'ulotlariga kelib ketmoqda. Qayd etish joiz, Manchester City futbolchisiga aylangan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning maoshi yiliga 3,5 million yevroni tashkil etadi. U kuniga 9,5 ming yevro, ya'ni 129 million so'm, haftasiga 67 ming yevro, ya'ni 913 million so'm, oyiga 290 ming yevro, ya'ni 3 milliard 955 million so'm miqdorda maosh oladi. Bu degani Husanovning bitta oylik maoshiga uning hozir minib yurgan avtomobilidan ikkita sotib olsa bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi kommentlardan esa Husanov City muxlislarining erkatoyiga aylanib olganini bilish mumkin. Xususan, muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi fikrlarni bildirishdi. Hozir ikkita generalimiz bor, biri Husanov, ikkinchisi Stones. Abduqodir aql bovar qilmaydigan himoyachi. Husanov bizning yangi kompaniyamizga aylanadi. Husanovning asablari kuchli. Husanov janglarda yengilmagan, har bir vaziyatda u yengib bo'lmas devor. Abduqodir o'z ishini xotirjam bajaradi. O'zbekistonlik himoyachi Rikoning kamchiliklarini yashirdi. Husanov tezkor, jiddiy va shafqatsiz himoyachi. Abduqodir jamoada o'z o'rnini topib bo'ldi degan izohlar yozilgan. Bu izohlar ham Husanovga bo'lgan ishonch yuqorilaganini ko'rsatib beradi. Mashhur Flash Score nashri Husanovning Newcastle bilan bahsda ko'rsatgan o'yinini 7 ballga loyiq ko'rdi. Ushbu bahsda Husanovning 93% uzatmalari aniq manziliga yetib bordi. Oxirgi o'yindan keyin Abduqodir Real bilan bahsda maydonga tushishini kafolatlab bo'ldi. Bu yog'i hammasi Gvardiolaning qaroriga bog'liq. Manchester City klubi bosh murabbiyi Josep Gvardiola shaharliklarning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanovning kelajakda buyuk futbolchi bo'lishiga ishonch bildirdi. Husanov kelajakda buyuk futbolchi bo'lishi mumkin. Bu u uchun, bizning barchamiz uchun juda yaxshi. Biz uning potensial salohiyatini ko'rib turibmiz. U to'p bilan xotirjam harakat qiladi va u juda tezkor. Qaror qabul qilish borasida hali o'sishi kerak, lekin bu yosh bilan bog'liq masala, deydi Gvardiola. Ma'lumot uchun 20 yoshli Husanov hozirga qadar City safida 3 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi. Shaharliklar Husanov maydonga tushgan hech bir o'yinda hali mag'lubiyatga uchramadi. Siz qanday fikrdasiz? Abduqodir Realga qarshi javob o'yinida ham maydonga tushadimi? Bu haqda izohlarda fikringizni yozing. Abduqodir Husanov haqidagi qaynoq videolar uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.